Assalomu alaykum. Arkon gazabloklarini YouTube'dan turib tomosha qilayotgan aziz obunachilarimiz. Mana hozir bugun biz obyektga kelganmiz. Sohibjonaga qanaqa obyektdamiz? Bu o'zimiz Qo'qondagi eski mijiki, yangi Qo'qonim loyihasi bu. Bitta mana ko'rganingizdek domlar tushdi. Bunga hozir maktab qurilyapti. Shuning uchun mana sport zali, polni hamma joyiga gazabloy berishgan. Bu firma bilan shartnoma qilib, shartnoma asosida gazabloylarni yetkazib beryapmiz. Hozir shu bitta qilingan ishlari, gazabloylar qanday urildi, misol uchun pardoz ishlari qanday olib borilyapti. Bu haqida ma'lumot beramiz. Xudo xolasa bizni obunachilarga, ko'rgan tomoshabinlarga chiroyli ma'lumot bo'ladi. Imkon qadar ustalarni o'zidan ham so'raymiz. Ustalar o'zidan ham, realni o'zida bor narsani, haqiqatlarni so'rab boramiz. Xudo xolasa chiroyli video bo'ladi, hammaga manfaatli. Zo'r. Biz obzorni boshlaymiz. Ungacha siz kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Ushbu videoga like bosing. Bundan oldin ham videolar chiqqan, bundan keyin ham chiqadi. Ularni ham qo'llab-quvvatlab tomosha qilib turasizlar deb aytamiz. Biz bo'lsa boshlaymiz. Sohibjon aka bunaqa katta obyektga ham mana bemalol gazabloy yetkazib bersa bo'ladi Arkonda, to'g'rimi? Albatta, biz ob'yemimiz bunga qurbiyatimiz yetadi. Ob'yemlarimiz yetarlicha. Ko'rib turganingizdek, bu sport zali katta, bunisi ham katta sport zal. Qolganlari o'sha bloklari hammasiga gazabloy ketyapti. Zo'r. Ko'pchilik mana shu katta obyektlar o'ylaydi, vaqtida yetib kelish problema bo'ladi hamma joyda deydi. Arkonda qanaqa endi bu? Yo'q, xudo xolasa umuman muammo bo'lgani yo'q. Shopirlar bog'lab berganmiz. Bittagi zamskilatlarga shopirimizga telefon qiladi, o'sha mana paytga olib kelib bering deb, o'sha paytga olib kelib beramiz. Sababi bitta kranlar ishlaydi, mana ko'rganingizdek beton quyilyapti. Vaqti bo'lmay qolishi mumkin. Kranni vaqtiga mo'ljallab mana bu soatga deydi, o'sha soatga qarab olib borib beramiz. Xudo xolasa muammo bo'lmaydi, yetkazib berishdi. Zo'r, juda ham zo'r. Qancha ichkariga kiraylik bo'lsa? Sohibjon aka, bu yerga qancha miqdorda ketdi gazabloy? Betga 20 ming dona, o'sha 60-30-20 mingdan 12ligini hali aniq hisobi chiqqani yo'q. Sababiga proyekt bo'yicha ozgina o'zgarishlar bo'lgan. Shuning uchun 12ligini aniq miqdori ma'lum emas. Hozir mana ko'rib turganingiz bu sport zal. Bu sport zalimizga oldin ham aytganman sizga, gazabloymi, xomushmi, pishganmi, hammasi bu to'ldiruvchi vazifada. Ko'rgan bo'lsangiz, kolonna regellar urilgan, buni orasini to'ldirishga urilyapti. Foydali tomoni, shu vaqt qilmaysiz, rodbinga prям o'tib ketaverasiz pardoz ishlariga. Agar bunga g'ish urganingizda, обязательно shkaturka qilish kerak bo'ladi. Hozir xudo xolasa ichkarilarni ko'ramiz, o'sha biz aytgan narsalar realni hayotda bo'lib turgan ishlarni ko'rsatib o'tamiz. Zo'r. Bu endi to'ldiruvchi bo'lgandan keyin yengilroq bo'lishi kerak, osonroq bo'lishi kerak. Yengilroq bo'ladi. Sovuqni yaxshi ushlaydi. Nima uchun mana sport zal katta maydon, buni isitish, sovutish osonlikcha bo'lmaydi. Davlat, gaz tashkilotlari bekorga gazabloy berishmayapti-da bunga. Sababi davlat bu narsalarni tekshirib o'tib bo'lgan. Bizdan aholimiz ko'p so'rashadi, gazabloy bo'ladimi, bo'lmaydimi deb o'ylanib turganlarga, misol uchun, davlat o'zi ruxsat beryaptimi degan bekorga emas. Davlat o'z standartlari bor, qonun qoidalari bor. O'sha bo'yicha ruxsat beriladi. O'shanga talabga javob bersa keyin beriladi bu narsa. O'sha talabga javob beryaptiki, gazabloylarga ruxsat berishyapti. Mana sertifikatimiz bor. Bu yerga ham 600 marka berganmiz. Ko'rib turganingizdek, ustalarimiz ham chiroyli qilib urishibdi. Zo'r narsa bersangiz, usta chiroyli ura olmasa, zo'r narsangiz ham xunuk bo'lib ko'rinishi mumkin. Agar yomon narsa bersangiz ham ustaning qo'li gul bo'lsa, misol chiroyli qilib urib qo'yishadi. Ko'rsatmasin, biz ham chiroyli narsa berdik, usta ham chiroyli urishdi. Xudo xolasa ko'rib turganingizdek yaxshi. Zo'r, juda ham. Endi mana kafellarni ham tushirib qo'yishgan. Bu kafelda ham prямо buni o'ziga urib yorsa bo'laveradi-da. Tekis chiqadi. Kafelni kilayman to'g'ridan to'g'ri yopishtirib yorsa bo'ladi. Agar buni o'rnida g'ish yoki boshqa narsa bo'lganda, to'g'ridan to'g'ri yopishtirib bo'lmasdi. Mana kafellar ichkariga urishibdi. Mana to'g'ridan to'g'ri pardoz ishlariga deganimizda, misol kafelda ham to'g'ridan to'g'ri buni o'ziga yopishtirsa bo'ladi. Sababi mana ko'rib turganingizdek, devor o'zi idealni tekis chiqadi bunda. Mana kafelimiz ham prямо buni o'ziga yopishtirib ketishgan. Mana zazorni ham agar devorni tekisligini agar bizni kameramiz olib bera olsa, 1 santimetrga hali borgani yo'q. 1,5 santimetr o'sha kilayimiz bilan bu ikkinamichni bityapti. Agar buni o'rnida g'ish bo'lganda buni shu vaqt qilish kerak edi, sementovoy qilib, keyin uni ustidan kafel yopishtirishga to'g'ri keladi. Mana gazabloyimiz geometriyasi to'g'ri degan joyiga mana realniy obyektimizdan sizlarga olib beryapmiz. Hali ko'pchilik yo'q, unaqa bo'lmaydi deydi. Rushnoy kesilganlar, avtomat reskada kesilmagan rushnoy reskalar bo'lishi mumkin. Ba'zi odam faktori xatoga yo'l qo'yadi, lekin avtomat reskada texnika ishlagani uchun uni xatolik bo'lmaydi, bo'ladi, lekin minimal hisobda bo'ladi. Shuning uchun mana kafellarimiz to'g'ridan to'g'ri o'ziga yopishtiryapti gazabloy. Zo'r. Hozir endi buni shpakilovka qilinay turgan jarayoniga boramiz. Qanday qilinishi kerak? Ustalar o'zidan realni otsevini olamiz.
iyunning oxirida turibmiz, lekin ichkari o'ta salqin. Gazoblokdanmi bu? Mana realni bu ham isboti. Mana gazoblok yozgi kunida issiqni, tashqaridagi issiqni bunga o'tkazdirib yubormaydi. Ichkari tomonga qish kunida sovuq havoni o'tkazdirmaydi. Shuning uchun mana bu yerda salqin. Muzdekgina. Gazoblokda urilgan, tuplaynasi yaxshi, izolyatsiya yaxshi bo'lgani uchun shunaqa mana ko'rib turganingizda tashqari juda terlab ketaveradi. Hozir bu yerda havo zo'r, salqin. Zo'r. Demak, o'ylanmasdan mana gazoblokni zakaz qilaverasizlar. Mana bu yerlarda mana misol uchun o'sha rodbin tortishgan, buning ustida endi bitta finish beradi, o'zi tayyor. Ichki ta'mirlar ham gazoblok urilganda tez bitib ketadi-da. Ha, shu. Ayniqsa tezda topshirish kerak bo'lgan loyihalarga ana bemalol. Ha, gazoblok urasiz, o'sha pardozlarga tayyor bo'ladi. Assalomu alaykum, ustaga hormanglar. Charchamay ishlayapsizlarmi? Mana shu ustakamizning endi bir og'iz gapini olamiz endi. Ustaga charchamay ishlayapsizmi? Aka, ana bizni gazobloklarni urdingiz. Tekizligiga qanday chiqibdi aka? Tekizligi yaxshi, sifatli. Rodbinlarimiz mana yaxshi sifatli chiqyapti. Rodbin bilan mana chiqdi, keyin finishga tayyorda, xudo xolasa. Misol uchun shkaturka qilish shart emas. Rodbin beriladi, ustidan finishga bersangiz tayyor. Tayyor. Mana setkani nimaga qotirlay turgani bizni tomoshabinlarga, muxlislarimizga aytib qo'ying. O'zi shu narsani aytmoqchi bo'yardim. Siz ustasisiz, bularga nima dedi? Bir yaxshi ma'lumot bo'lib qoladi. Setkani qo'yilish sababi shu shpaklovkani yaxshi baquvvat ushlab turadi. Tekizligi ham yaxshi chiqadi. Mikro trishinalarni oldin oladi. Bloklarda choklarni yaxshi o'qiydi. Ertaga yorilishlar bo'lmaydi. Yorilishlar. Misol kraskadan keyin yorilib ketsa, shuncha qilgan mehnat, misol uchun osmonga tushib ketadi, to'g'rimi? To'g'ri. Endi shuni oldini olish uchun setkalar setga qo'yiladi. Zo'r ustaga, charchamay, ishlaringizga rivoj. Endi bitmay qolgan ozgina shet qolib, shuning uchun chiroyli qilib videoga olib ketay deyapsiz. Bu tomon ichkarilarni ham o'raverasiz. Mana bu koridor qismi. Bu tomoni ham mana bitta ko'rgan bo'lsangiz, yarmi beton bo'lgan, yarmi gazoblokdan bo'lyapti. Mana davlat proyektlarida mabitlarga ugonlik berishadi. Domlarda korobka qismiga berishadi, ichkarilarga berilmaydi. Endi hamma joyda proyekt har xil bo'ladi. Sababi bunda mana yarmi beton bo'lgani uchun bunga sviyaska berish uchun mana tepaga ugonlik, pastga ugonlik qilib primichka qilib berib ketishgan. Aholi uylaridan ham shunaqa foydalansa bo'ladi. Misol uchun beton quyib yotish shart emas, to'sin tushmaydigan, filta bosmaydigan joylariga ugonlik qo'yib ketsa, ekonomishni ham bo'ladi, akkuratni bo'ladi. Rasxodni kamroq bo'ladi. Ugonlikning ustiga shuni terib ketaverganman. Ugonlik ustiga terib ketishaveradi. Muammo bo'lmaydi. Qattiqligi yaxshi mana. Zo'r, baquvvatlantirilgan. Sohibjon aka juda ham zo'r. Hozir mana jarayonlar ham yaxshi ketyapti, gazoblok ham chiroyli, ustalar ham chiroyli uryapti. Endi obunachilarimizga eng qiziq joyi narxi. Gazobloklarni donasi qanchadan aylandi endi? Gazobloklarimiz 600 marka sertifikatga ega. Zavodning o'zidagi narxi 17 ming so'm. 10 kilometr diametrda ob'yomiga qarab 18 ming so'mdan dastlabki qilib beramiz. Bu yerga ham 18 ming so'mdan shartnoma qilingan. Bizda perchislaniga ham narxga ham summasida o'zgarish bo'lmaydi. O'sha summa kimlarda perchislaniga boshqa deydi, naqdga boshqa deydi. Bizga naqdga ham perchislaniga ham o'sha qonuniy ishlaymiz, soliqlatib Xudo xolasa bundanda katta ob'yomlarga umuman muammo yo'q. Misol uchun bu obyektlar bizni orasida bitiramiz. Bunaqa obyektdan 4-5 tasini olib birdaniga bitiramiz. Ob'yomimiz bemalol yetadi. Agar kimda katta ob'yomi bo'lib, bizda katta gazoblokchi yo'q deb o'ylab turganlar bo'lsa, bemalol bizga aloqa chiqsin, nomerlar qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib mana shunaqa katta ob'yomlarni bitiramiz. Zo'r. Mana o'zingiz ko'rdingiz, gazoblokning foydalarini, afzallik tomonlarini va narxlarini ham tanishtirib o'tdik. Qaror qabul qilish endi o'zingizda qoldi. Siz endi katta obyekt qilasizmi yoki kichkina uy quryapsizmi, farqi yo'q. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Istalgan miqdoringizda, kichkina miqdordan katta ob'yomgacha bemalol o'z vaqtida yetkazib beriladi. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling, like bosing, keyingi videolarda bizni qo'llab-quvvatlab turasiz degan umid qilamiz.